Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur adabiyoti to'g'ri darsligininki qizg'in ishtirokchilari. Biz darsimizningki birinchi qismida Uyg'ur adabiyotini 7 janrga bo'lgan edik. Biz bugungi soatlik darsimizda Uyg'ur adabiyotining eng muhim va keng janrlaridan biri bo'lgan proza haqida qisqacha to'xtalamiz. Proza butkul dunyo adabiyotida umumyuzlik yeyilgan Bütkül millet ve dünya edebiyatidagi o'rtaq bir yazıqchilik hodisasi. Prozaning asli kelish manbasi xalq agz edebiyoti bo'lg'achqa, proza muayyan bir voqelikni, shaxsni va muhitni tashkil qiladi. Shaxssiz, muhitsiz, ma'lum bir voqeasiz proza asarininki bo'lishi mumkin emas. Chunki prozada eng oz deganda mush 3 omilning ikkisi yoki bir hozirlanmagan bir asar proz bo'la olmaydi. Proza o'zininki hajmining cho'ng kichikligi, syujetning qurilmasininki oddiy yoki murakkabligi, asardagi shaxslarning oz yoki ko'pligi, tasvirlamoqchi bo'lgan voqeaning uzun va qisqaligi qatorliq mush omillarga bog'lanib turib, hikoya, povest, roman deb 3 turga bo'linadi. Dünya edebiyotida bir qadar umumlashgan bu epik asarlar, ya'ni proza ichida hikoya o'zininki mazmunining ixchamligi, ifodalash usulininki roman va povest qaraganda bir qadar qulayligi, ma'lum bir turmush hodisini yoki bo'lmasa ma'lum bir voqelikni yoki ma'lum bir hodisani intayin tez va jonliq aks ettirib beradigan alohidaligi bilan dunyo adabiyotida bir qadar keng yayilgan. Hikoya ko'pincha hollarda yozuvchi ifodalamoqchi bo'lgan ma'lum bir voqea hodisini yoki turmushning ma'lum bir o'zendisini yoki hayotga yoki ijtimoiy dunyoning ma'lum bir tarafiga tutgan o'zining tushuncha pozitsiyasini yoki men buni tasvirlasam bo'ladi ekan deb qaragan ma'lum shaylarni ma'lum muhitda yoki vaqtga bog'lab turib qisqacha bayon qiladi. Shuningdek, hikoyaninki hajmi biroz roman va postlarga qaraganda hajmi kichik, voqealigi oddiy, qurilmasi biroz ixcham, syujetli qurilmalar bo'lsa bir qadar tez keladi. Biz bugungi Uyg'ur adabiyotida qaraydigan bo'lsak, Uyg'ur adabiyotidagi nurg'un nodir hikoyalarninki faqat va faqat ma'lum bir voqelikni tasvirlaganligini his qilamiz. Masalan, bularning ichida Zunun Qodirininki Mag'dur ketganda, Nur Rozaninki Mo'minning mo'miga chiqishi, Zordun Sabirning Ehtopluq yo'l, Mamtimin Oshurning Sarang, Ayxon, Dab, Qirliq stakan, Turdu Samsakninki Beshtal o'q qatorliq Uyg'ur adabiyotidagi munavvar nodir hikoyalar qargan vaqtimizda bu hikoyalarning faqat ma'lum bir voqelikni yoki ma'lum bir hodisani ma'lum shaxs va makonga bog'lab turib, ma'lum bir muhitda yozganligini ko'rib olamiz. Adabiyotning eng muhim omili biz til deb o'tgan edik. Bir prozada yozuvchininki ma'lum bir voqelikni yoki ma'lum bir hodisani yoki ma'lum bir shay'ini yoki ma'lum bir shaxsninki hayot faoliyati yoki bir ish harakatini tasvirlashni amaliyotda yozuvchininki tilni qazib turib istisliq vositalar bilan kitobxonlarga eng obrazliq, eng ixcham, eng jonliq va jalb qilarlik shaklda yo'ritib berishi bu hikoyaninki tub xususiyatlardan biridir. Mohiyatda biz o'qigan, bizning esimizga qolgan nurg'un nodir hikoyalar bo'lsa, alohida shaxslarni alohida favqulodda voqeliklarni tasvirlaganligidan emas, balki yozuvchininki shu voqeani, shu shaxsni yoki shu bir muhitni tasvirlash uchun o'zining badiiy ditini qanchalik ishga solganligi, o'zininki shu badiiy ditini yo'ritib berish uchun tilining vositasidan qanchalik darajada unumli foydalana olganligi bilan bevosita munosabatlik. Ma'lum bir hikoyaning muvaffaqiyati hargizmi yozg'ish tasvirlamoqchi bo'lgan voqeaninki favqulodaligi bilan yoki bo'lmasa alohida bir shaxsni yozganligi bilan xarakterlanmaydi. Nodir bir hikoya bayon qilmoqchi bo'lgan avtor yoki yozuvchininki ma'lum bir voqea, hodisa yoki shay'i yoki personajni intayin jonliq bizning ko'z oldimizda yuz berayotgan holatdek bizga suratlab berilishi va bizga adabiyotning tilning sehriy kuchini his qildirib turib, badiiy vositalar bilan shuni intayin obrazli holatda bizga ifodalab berganligidan u hikoya bizningki mangulik eslarimizda qoladi. Biz Uyg'ur adobiyotiga qarasak, o'zininki Uyg'urlarningki milliy turmushni yoritishdagi epchilligi, til tanlashdagi sezgurligi, obraz va personajlarni yoritishdagi mohirligi bilan Zunun Qodiri, Zordun Sabir qatorliq peshvo yozuvchilarimizning nodir hikoyalari bugungi Uyg'ur adabiyotininki eng yaxshi ulgulari bo'la oladi. Albatta, keyingi yillarda bir turkum yetishib chiqqan yaxshi yozuvchilarimizdan Farhod To'sun, As'ad Ahmad, Erkin Ahmad, Adil Yildirim qatorliqlarninki bir turkum hikoyalarimi Uyg'ur adabiyotida bo'libmi psixik tasvir va tema tanlash jihatdagi o'zgacha alohidaliklari bilan Uyg'ur adabiyotida o'zgacha bir rangdorlikni hosil qilgan yozuvchilar. Prozinki ikkinchi bir xil tarmoqi bo'lsa, povestdir. Post o'ttiral darajada ma'nosi keladigan so'z bo'lib, u hikoyadan uzun, romandan qisqa bir xil alohida asar ifodalash shakli. Post hikoyaga qaraganda syujet, qurilma va personaj jihatda bir qancha alohidalikka ega. Birinchisi postdagi syujet
hikoyaga qaraganda bir qadar, ya'ni syujet deganimiz voqelik, povestlik voqelik, hikoyalik voqelik qaraganda, syujet qaraganda bir qadar murakkab, cho'nqurlikqa ega bo'ladi. Bir qadar hajmi kengroq bo'ladi. Povestdagi tasvirlangan shaxslarning sonimi hikoyaga qaraganda bir qadar ko'p bo'ladi. Lekin hargizmi povestni oz shaxslar yozg'ili bo'lmaydi deganlikdan darak bermaydi. Uchinchisi, povestda bir ikki asosiy personaj ularning xarakterini yoki voqelikni gavdalantiradigan, kuchlantiradigan qo'shimcha personajlar hikoyaga qaraganda bir oz ko'p bo'ladi. Povestning eng muhim alohidaligi bo'lsa, uning mazmun xarakteri va syujet alohidaligidir. Ya'ni biz aks ettirmoqchi bo'lgan ma'lum bir voqelikni agar ma'lum bir uzunli xarakterda hikoya ifodalab bermagan bo'lsak, uni taxmin bir oz beyitib, taxmin kengaytirib, ma'lum bir voqelikni personajlarninki yardım bilan biz xohlagancha bir oz uzartib yoza oladigan yoki bir qancha murakkab voqeliklarni bir-biriga chetib, o'zaro bog'lashtirib, uni badiiy adabiyot sifatida chiqa oladigan joyi bo'lsa, povest deyiladi. Prozaning uchinchi bir shakli bo'lsa, romandir. Roman, mayli Uyg'ur adabiyotida bo'lsin, mayli dunyo adabiyotida bo'lsin, tipik asarlarning, ya'ni tasvirlanadigan proza holatidagi asarlarning ichidagi mayli hajm, mayli qurilma, mayli voqelik, mayli shaxslar jihatdan bo'lsin, eng cho'ng bo'lgan asardir. Romanlarningki mandaq bir qancha turli alohidaligi bor. Birinchi, romanlar muayyan bir ijtimoiy yoki tarixiy arx ko'rinishni bir butun yo'ritishni maqsad qilgan, hajm jihatdan cho'ng, syujet va qurilma jihatdan intayin keng va puxta bir butunlikka ega tasvirlanadigan shaxslar intayin ko'p bo'lgan cho'ng hajmlik bir ipik asar shaklidir. Romanning hajm cho'ng bo'lganlikdan uningki aks ettirmoqchi bo'lgan voqeliklar intayin giralashgan holda bir butun holati tizilib mavdu. Ma'lum bir voqelikni yoki yakki shaxsni yoki yakki voqelikni tasvirlamaydi. Balki bir butun voqeliklardan tuzilgan, mukammal bir sistemalashgan, o'zaro tutashgan, bog'lanishli bo'lgan nurg'ulg'an kichik voqealar shaxslarning hayotidagi ziddiyetlik egizbas cho'nqurliklar, insonning xarakteridagi o'zgarishchanliklar, hayotidagi taqdir bergan jiddiy o'zgarishlar ve personajniki hayotidagi shundaqla xarakterdagi ziddiyetlik to'qinishlar, kutilmagan hodisalar romanlarda aks etadi. Ikkinchi birisi, romanda aks ettirmoqchi bo'lgan voqelik intayin mukammal va bir butunlik ega bo'lg'achqa, bu aks ettirilmoqchi bo'lgan voqelik ichida faqat bir ana voqelik bo'ladi. Lekin bu ana voqelikni texim yaxshi yo'ritish, texim yaxshi gavdalantirish uchun uningga nurg'un qo'shimcha voqeliklar qo'shilib mangadi va qo'shilgan kichik voqeliklar asli yozuvchi ifodalamoqchi bo'lgan ana voqelikni texim gavdalantirishda, texim yaxshi yo'ritib berishda, texim yaxshi ifodalashda bo'lsa, intayin muhim bo'lgan qo'shimchilik rolini o'taydi. Shunglashqa romanninki voqelikda bir butun ana voqea, lekin ana voqeani yo'ritgan qo'shimcha voqealardan tuzilgan intayin mukammal bir voqeliklarning to'plami bo'ladi. Buning yarasha syujetning liniyasimi faqat bir bo'lmaydi, balki bir qancha liniyada ifodalanishi mumkin. Uchinchi bir taraf, roman murakkab bo'lgan bir ijtimoiy ziddiyatlarni ifodalaydigan bo'lg'achqa, uning qatnashadigan personajlarninki sonimi intayin ko'p bo'ladi. Har bir romanda 1 yoki 2 yoki 3-5 asosiy personaj bo'ldi. Lekin o personajlarninki hayotini, xarakterini avtor shu romanda tasvirlamoqchi bo'lgan ana voqeani yoki ilgari surmoqchi bo'lgan ideyani yo'ritib berish uchun uning yordam beradigan avtor tarafidan tanlangan, ya'ni nurg'ulg'an qo'shimcha personajlar bo'ladi. Undan boshqa ko'pincha romanlarda asosiy shaxsning, ya'ni bosh qahramonninki o'sib yetilish jarayoni uzoq mezgillik yoki bo'lmasa uzoq mezgillik bir hayotga, jamiyatga, tabiatga yoki bo'lmasa avtor yo'ritmoqchi bo'lgan voqelikka bog'langan bir o'sib yetilish yoki pishib yetilish jarayoni boshdan oxir to'liq aks ettiriladi. Romanning 4-chi bir alohidalik bo'lsa, roman xohlagan bir narsani, xohlagan bir shaxsni yoki xohlagan bir muhitda turib tasvirlash tamoman bo'ladigan, u tamoman yozuvchining tanlashi va badiiy didga qolgan bir hodisa. Shunglashqa roman tema jihatdan hech qanday cheklimga uchirmaydi. Xohlagan bir temada agar avtorninki badiiy didi yetsa, shuni yozish ko'zi yetsa yoki loyiqli yezib gavdalantirib beralsa, har qanday bir tema cho'qim roman uchun tema bo'la oladi. Shunglashqa romanninki temalari intayin keng, mazmuni xilma-xil, personajlar o'zgacha bo'lg'achqa, dunyoda shuncha ko'p romanlar yozilgan bo'lsa-mu, birsi-birsiga asosan o'xshab qolmaydi. Tanlangan ba'zi voqeliklarni yoki tarixiy hodisalarni yoki ma'lum bir shaxsning hayotini faqat bir roman bilan yo'ritib berish imkoniyati bo'lmagan vaqtning o'zida
yazgıcı özünün bədii dil arqılıq bu romanlarını texmi kengaytib yaza alaydı və bir-biriga bağlanğan halda yazılgan bu romanlar romançılıqda trilogiya deb atıldı. Məsələn, bu xil trilogiyadan Uyğur ədəbiyyatındakı ən muvaffəqiyyət qazanğan trilogiya bolsa, Zordun Sabirning Anyurt romanıdır. Onundan başqa Jaloliddin Bahramning Leyğan bulaq, Abduveli Alininki Yangın qaplagan tuproq, Bədövlət Yasincan Sadiq Çoğlanınki Bahadır Nam qatarlıq romanları trilogiya tipidagi romanlardır. Əslində bu prozlar bizningki Uyğur ədəbiyyat dərsliklərimizdə vətəndə neçə yılga bölünген sistemlik bir dərslik idi. Lekin biz vaqt münasibati bilan hammani tor dunyosida so'zlab bo'lish imkoniyati bo'lmag'achqa, biz faqat bularni qisqacha uchirib berdik. Shunglashqa buni izlanishni xohlaydiganlar bo'lsa, Uyg'ur adabiyotiga munosabatli nazariy kitoblarga murojaat qilishini, o'ziningki bu jihatdagi nazariy bilimini faqat bizning darsligimiz orqali cheklab qo'ymasligini umid qilamiz. Bizning so'zlaganlarimiz faqat adabiyot nazariyasiningki ona tushunchaları. Biz bularni bu yerda texnik kengaytib, texnik tafsili va cho'nqur izohlashga vaqt munosabati bilan imkoniyatga erishamaganligimiz uchun biz faqat dastlabki tushuncha sifatida bularni tanishtirib o'tdik.